Mana bugun seminarimizni Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida eronlik olimni jalb qilganmiz. Mavhidi Said bular ham ko'p yillik nafaqat limon va barcha o'simliklar sohasida o'zini yetuk tajribasiga ega bo'lgan olim hisoblanadilar. Shunday qilib mana bugun birinchi so'zimizni va prezentatsiyamizni Nuriddin akaga sizlarni ruxsatinglar bilan bersak va savol javob tarzida o'tkazamiz. Meva o'simliklarini eng birinchi gullash davri Surxondaryodan boshlanadi. 5 ta omildan birontasi yetishmasa yoki shu 5 ta omildan birontasi ko'payib ketsa, limonda hosildorligiga ta'sir qilib qo'yadi. Oddiy so'z bilan aytganda xuddi shunday. Endi bu omillarni limonga ijobiy hamda salbiy ta'siri bor-da. Ijobiy, salbiy. Yaxshi ta'siri ham bor, yomon ta'siri ham bor. Faqat biz buni ajratib olishimiz kerak. Nima uchun hosili yo'q desam, mana hozir limonchilar o'z og'zlari bilan aytishdi, bizada quyosh nurida to'kilib ketadi. Sap-saro bo'lib deyishdi. Bu to'ppa-to'g'ri narsani aytdilar. Nima uchun limonni shu quyoshni haligi zararli ta'sirdan himoya qilmasligimiz kerak? Ana shu namuna bo'lish kerak bizga. Quyoshning nuri to'g'ri tushmasligi kerak, yoyilib tushishi kerak-da. Uni yoyilib tushishini ta'minlab berish uchun agar tepadagi plyunkani oladigan bo'lsak, zudlik bilan saqlatuvchi setga tortib qo'yishimiz kerak. Saqlatuvchi setkani tortsak, shunda o'sha kuyib to'kilib ketishi kamayadi. Butunlay bartaraf etishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana bu asosiy omil shu. Endi keyingisi harorat. Harorat dedim, ikkinchi omilimiz. Limonni gullashi, hosilini tugishi, hosilni semirishini o'zini harorati bor. 12 gradus issiqdan pasayadigan bo'lsa, limonda gullar rivojlana olmaydi. O'sha haroratni ushlab berishimiz kerak. Qanaqa ushlab beramiz? Misol, to'satdan kelib qoladigan sovuqlar bor. Mana erta indan 2 kundan keyin sovuq kelyapti deyishadi. Shu sovuqlarda iloji boricha atroflarini, ustlarini, forchkalarini bekitib, ozgina bo'lsa ham saqlab qolishimizga intilishimiz kerak. Endi ikkinchisi bor. O'ta issiq harorat ham mevalarning to'kilishiga sabab bo'lib qoladi. Me'yoriy harorati 15 gradus issiqdan 35 gradus issiqqacha. Shu o'rtadagi harorat limonning harorati. To'g'rimi? Ayniqsa Surxondaryo viloyatida juda issiq ketadi. Shunda biza limonni ham saqlatishimiz kerak. Harorat ko'tarilib ketganda limon majburiy uyqu holatiga tushib qoladi. Uni ruschasiga stress deymiz, o'zbekchasiga majburiy uyqu. Buni dehqon bilmaydi. Limon majburiy uyquga tushib qoldi. Unga ovqatini ham beraveradi, suvni ham beraveradi. Lekin o'zgarish bo'lmaydi. Iyun, avgust oylari ayniqsa limon tuxumdek bo'ladi-da, qotib qoladi, turaveradi. O sentyabrga borgandan keyin sekin rang olib semirish boshlaydi. Demak, havo harorati pasayib, sekin u o'sha harakatni boshlayapti. Shu stress holatiga tushib qolmasligi uchun bir haftada bir marta bunday cho'miltib turish kerak. Bu juda ham katta yordam beradi. Mana bu harorat bilan bog'liq. Endi uchinchisi namlik. Namlik bu xonada ham namlik bo'lishi kerak. Limon zotida. Ham tuproqda ham namlik bo'lishi kerak, yetarli bo'lishi kerak. Chunki limon issiqsevar, namsevar o'simlik. Issiqsevar, namsevar o'simlik. Namsevar bo'lgandan keyin nima uchun biz unga namlikni qilib bermasligimiz kerak? Xonani namligini ta'minlab berishimiz kerak. Xonani namligini ta'minlash uchun albatta yana o'sha setkaga murojaat qilamiz. Setkani olmaymiz, setka tursin. Salqin bo'lsin ichi nam bo'lib tursin. Ana shunda limon yaxshi rivojlanadi. Ana bu asosiy omillardan bittasi. Keyin tuproqning namligi bor. Tuproq namligi o'zi fanda bizada 60% dan kamayib ketmasin deymiz. Kirganingizda nam bo'lib tursin. Agar namli bo'lmasdan aroqlar yorilib, suvsirab yotgan bo'lsa, bu noto'g'ri. Chunki har bitta jonivor oziqa va suv bilan tirik. Hamma o'simliklar ham shunaqa. Oziqa, suv bilan tirik. Ayrim hollarda esdan chiqib ketib qoladi. Bir oy davomida sug'ormasdan qolib ketadi-da, limonni sug'orishim kerak deb suv olib kelib sug'oriladi. Bu noto'g'ri. O'zi tuproqning namligiga qarab vaqtida kerak suvni berib turish kerak. Agar suv bo'lmasa, oziqa moddani ham o'zlashtira olmaydi-da. Ana shunga o'xshagan narsa. Endi
Suv to'g'risida mana hozir tuproqni namligiga qarab sug'orish to'g'risida gapirdim. Endi oziqa modda. Oziqa moddani juda hozir kim qancha xohlasa shuncha beraveradi. Bu juda ham zarar. Oziqa moddani yerga qancha ko'p bersangiz, yer shunchalik zaharlanib qolaveradi. Bu o'simlik kasal bo'lib qoladi. yaxshi rivojlanmaydi. مبارک رمضان رو تبریک میگم به شما. خیلی ادامه نمیدم، سخنان استاد همه چی رو الحمدلله کامل گفتن و من چون میدونم همه روزه هستید و موقع استراحت هم هست، سعی میکنم خلاصه بکنم و موارد خیلی کاربردی و مواردی که لازم هستش رو برای شما عنوان کنم. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Gapimni deyaptilar va sizlarni Ramazon oyi bilan tabriklayman va gapimni qisqacha lo'nda qilib aytishga harakat qilaman. Chunki asosiy narsalarni ustoz to'liq shu omma tushunadigan so'zlar bilan tushuntirib beradilar. بیام به فصل بهار. پس از اون زمان من توضیحاتی در مورد لیمو رو انجام میدم برای شما. Man deyaptilar limonni o'sha mevalar olish, ya'ni oxiridan boshlab oldinga kelmoqchiman, marhala marhala. Limonni asli terish payti deyaptilar, o'sha sentyabr oyidan boshlansa deyaptilar, oktyabr oyining oxirigacha terib olamiz. برگ‌های پیر مصرف کننده هستند. یعنی اگر قرار است غذای اندکی هم به گل‌ها برسه، برگ‌های پیر دارن مصرف میکنن. Sizni daraxtlaringiz deyaptilar uyqu paytida hozir, lekin siz ko'rasiz barglari bor. Barglari u eski va qari barglar deyaptilar, u fotosintez qilmaydi. U nabarot o'sha gulga yetadigan ozuqani birinchi ular oladi. تنها برگ‌هایی که میتونن غذا تولید بکنن برگ‌های جدید هستن. شما میبینید که الان گل داره در میاد ولی برگی وجود نداره. برگ جدیدی ما نداریم که غذا تولید بکنه. Hozir endi gullagan paytida qarang, qarib yangi barglar ko'rinmaydi. Yo'q. بنابراین گل ما متولد شده، غذا نیست. وقتی غذا نبود روز اول تحمل میکنه، روز دوم میبینه غذا نیست ریزش میکنه. Endi gullar ochilgan deyaptilar, unga ozuqa yo'q. 1 kun, 2 kun o'sha ozuqasiz turadi, 3-chi, 4-chi kun qaraysizki yiqilib tushdi masalan. به دلیل اینکه مادر خوابه، هنوز درخت شما بیدار نشده ولی گل تشکیل شده. بنابراین ما الان باید به دادش برسیم. الان باید به گلامون از طریق محلول پاشی غذا بدیم. غذایی که میدیم باید حاوی 5 تا عنصر باشه. 1 کلسیم، 2 بر، 3 روی، 4 آزوت، 5 اسید آمینه. Va deyaptilar o'sha gullarimiz to'kilishining sababi u ona yotibdi. Unga ozuqa berish kerak. Ozuqani bizlar qanday beramiz? Ovqatni qanday beramiz? O'sha bargidan dori orqali, dorini sepish yo'li orqali unga ozuqa beramiz. Bizda ozuqamiz tarkibida kalsiyum bo'lishi kerak deyaptilar, zink bo'lishi kerak, bor bo'lishi kerak, temir bo'lishi kerak, molibden ham bo'lishi. Va aminokislota bo'lishi kerak.